Barchaga assalomu alaykum. Montage YouTube kanali Ven darslarimizda davom etamiz. Ushbu darsimizda videolarimizda green screen elementlar, qanaqadir animatsiyalar va elementlarni qanaqa qilib qo'shishni ko'rib chiqamiz. Proyektni ochaman, video bor. Video tepasidagi Tap to add sticker, pip degan yozuvni bosaman. Pipni bosdim va yuqoridan video panelini tanladim va o'zim qo'shmoqchi bo'lgan green screen elementlarni tanlayman. Birinchi elementni tanladim. Va bu elementni biroz kattalashtirib olaman. Aytaylik mana shu videoni burchagiga mana shu elementni qo'shmoqchiman. Xo'p, bu element videoga qo'shildi. Mana bu qismini o'chirib tashlaymiz. Demak, element videoga qo'shildi. Endi uni orqasidagi yashil fonni qanaqa qilib olib tashlaymiz? Uning uchun o'sha ko'k lentani bosib videoni tanlayman. Pastki tugmalar panelda eng oxiriga yaqin chroma degan tugmacha bor. Bosamiz. Va bu yerda mana bu doira bizga qaysi rangni o'chirishni so'rayapti. Albatta biz yashil rangni o'chirishimiz kerak. Yashilni ustiga olib boraman va intensivligini biroz ko'taraman. To'g'risi bu yerda spill funksiyasini o'zim ham tushunmadim, sezilmadi menga hozir spillni ishlagani. O'rtacha uni ham 70% qilib qo'ydim va galchkani bosaman eng pastda. Ko'ryapsizlar, videomdagi orqasidagi yashil fon, ya'ni chroma key olib tashlandi. Video standart oddiy holatda ishlayveradi. Sizlar ham xuddi mana shunaqa qilib o'zingiz xohlagan animatsiyani yoki effektni mana shunaqa qilib qo'shib olsanglar bo'ladi. Uning uchun yana bitta qo'shmoqchi bo'lsak, yana mana bu ko'k lentani boshidagi tugmachani bosamiz va o'zimiz qo'shmoqchi bo'lgan green screen videoni tanlaymiz. Aslida bu yerda har qanday videoni qo'shish mumkin. Ya'ni CapCut'dagi overlay tugmachasi bu yerda mana shu tugmacha o'sha vazifani bajaradi. Tugmachani bosaman va videoni tanlayman. Mana bu soatcha videosi. Demak, soatchani qo'shaman yuqoriga, demak, mana shu tarzda joylashtirib qo'yaman va yana soatcha ustiga tanlab, pastdan yana chroma tugmachasini bosib, o'sha rang tanlagichini yashil joyga to'g'rilab, demak, intensivligini ko'tarib, galchkani bosib qo'yaman. Ko'ryapsizlar, mana soatchani ham yashil foni olib tashlandi. Siz ko'rgansizlar, videolarda juda ham bunaqa elementlar ko'p ishlatilinadi. Pastdagisini olib tashlayman. Kelinglar, mana soatcha. Bunaqa elementlar qanaqa holatlarda ko'proq ishlatilinadi? Mana bu element pastga surib qo'yiladi va uni boshiga bitta keyframe qo'shiladi. Xo'p, mana bu yerga bitta keyframe qo'shiladi va mana bu yerga bitta keyframe qo'shib, elementni mana bu o'rtaga chiqarib qo'yadi. O'rtaga chiqarib qo'yadi. Xo'p, va bu yerdan kurvdan uni tezligini demak mana bu tarzda o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Bizda hozir ikkita keyframe orasi uzoq bo'lib ketgani uchun biroz sekinroq chiqyapti. Ya'ni siz o'zingizni videoyingizda masalan vaqt haqida gapirayotgan bo'lganingizda mana shunaqa soatcha chiqadi. Sizga demak o'sha vaqt haqida gapirayotgan vaqtingizda video pastiga animatsiya berib qo'yadi. Ya'ni videoni tanlayman, keyframe'ni bosaman va bu yerga biroz yaqinroq qilib yana bitta keyframe qo'shaman va ikkinchi keyframe'da soatchani pastga tortib qo'yaman. Ikkala keyframe orasida kurv tugmachasini bosib, xo'p, mana bunisini tanlaymiz. Tezgina chiqib ketadi. Mana ko'ryapsizlar, siz gapiryapsiz videoda, vaqt masalasida gapirdingiz, soatcha animatsiyasi chiqdi va birdaniga yana kirib ketdi. Agar siz masalan pul haqida gapirayotgan bo'lsangiz, bemalol qanaqadir dollar belgichasini yoki dollarni green screen animatsiyachasini qo'ysangiz bo'ladi yoki mashina haqida gapirayotgan bo'lsangiz, mashinaga doir qanaqadir green screen videolardan foydalansangiz bo'ladi. Men aynan mana shu soat videochasini Freepik dasturidan yuklab oldim. Demak, Freepik dasturida o'sha Google account orqali registratsiyadan o'tganman va bu yerda mana izlagan narsalarim. Green screen car, green screen sport, umuman mana clock green screen deb izlaganman va mana shu videolar chiqqan menga, mana birinchidagi, ikkinchidagi va bu yerda men resurslarni bosib, menga videolar kerak bo'lgani uchun videoni tanlaganman va o'sha green screenli videolar chiqqan. Mana bular demak premium. Ko'ryapsizlar, yuqorisida premium belgichasi bor. Bularni yuklab olib bo'lmaydi. Lekin mana bu qaysilaridir bepullari ham bor edi. Mana shuni men yuklab olganman. Shunchaki mana download tugmachasini bosganman. O'lchamni tanlang degan. Men buni animatsiya sifatida video pastida ishlatganim uchun menga unaqa katta hajmlisi kerak emas. Shuning uchun xotira yo'qotib, men shuning uchun 720p yoki 1080p ni tanlaganman. Bu yerda ko'ryapsizlar, 4K formatda yuklab olsanglar ham bo'ladi. 1080p ni tanlab, mana bu to'g'risidagi strelkachani bosganman. Demak, yuklab olish boshlangan va 1/10 yozuvchasi chiqyapti. Daily downloads, ya'ni
kuniga siz FreePic-dan bepul holatda 10 ta video, rasm, gif, o'sha nima deymiz, grafik, animatsion shaklchalar, nimadirchalarni 10 tagacha yuklab olishingiz mumkin. Premium narxlar haqida bilmayman. Asosiy, demak, elementlarimni, foydalanadigan resurslarimni FreePic, Pexels'dan olaman. Shuningdek, Canva'dan ham foydalanib turaman. Sizlar ham o'zingizlarning mavzuingizga mos o'sha temadagi green screenlarni mana shunaqa saytlardan topsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu yerga USD deb yozib ko'ramiz. Ya'ni bizga dollarga mos, mana ko'ryapsizlar, dollarga mos green screen. Faqat bular pro, ya'ni buni yuklab olish uchun men FreePic'ni pro versiyasiga ulangan bo'lishim kerak. Hozir faqat prolar emas, oddiylarini ham topaman, filtrni bosaman. Bu yerda eng yuqorida chiqqanda free ni tanlayman va eng pastdan Apple'ni bosaman. Va menga dollar qatnashgan, mana ko'ryapsizlar, bepul green screenlarni chiqarib beradi. Men o'zimga kerakligini tanlab yuklab olishim mumkin bo'ladi. Mana yuklab olishni bosaman. O'lchamni tanlang deyapti. 1080p da yuklab olaman. Xo'p, kunlik yuklab olishlarimni bu ikkinchisi. Ana shu animatsiyani yuklab, masalan, videoyingizda pul haqida gapirayotgan bo'lsangiz, mana shu dollar belgichasini chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Va endi demak, mana shunaqa tarzda siz green screendan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Umuman darsimiz cho'zilib ketdi. Ortiqcha qanaqadir FreePic haqida ma'lumotlar aytib yubordik. Biz harakat qilamiz to'liqroq sizlarga kerakli bo'ladigan manbalardan ma'lumotlar topib aytishga. Shu kanalimizga obuna bo'linglar. Albatta, VN darslarimiz bor, to'liq paketda. CapCut telefonda montaj qilish bo'yicha to'liq darslarimiz bor. CapCut kompyuterda montaj qilish bo'yicha ham to'liq darslarimiz bor. Ulanib bemalol o'rganishingiz mumkin. Noldan, eng boshidan tugmalarni foydalanishdan boshlab o'sha trendiy effektlarni tayyorlashgacha ko'rsatib borayapmiz. Albatta, video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyalarga o'zingizlarning fikringizni yoki savolinglarni yozib qoldiringlar. Shuningdek, Telegramda OnTech Lessons deb izlasanglar, lupachani bosib, bizning guruhimiz chiqadi. Ana shu guruhga ham o'tib ulanib, o'zingizlarning savolinglar, nimadirlarni, taklifinglarni yozib qoldirishinglar mumkin bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Biz foydali darslar joylab borishga harakat qilamiz. Barchaga omad.